1 soatga 500 litr beradigan suv filtrimizni Qashqadaryo viloyati Koson tumaniga o'rnatib berdik. Mana bu suv filtrimiz bitta boksga o'rnatildi. Raqobat o'stiradi deydi ustozlar. Mana tomonda sammoyka bor ekan. Bitta bo'lsa ham qo'yaman. Bitta bo'lsa ham qo'yaman. Raqobat kuchli bizada dedilar. Shu o'rtada yo'lda sammoykalar bor ekan. Mana o'rnatib berdik. 1 soatga 500 litr beradigan suv filtrimizni o'rnatib ishlatib berdik. Bu qanday ishlaydi? Skvajniy suvga qo'yganmiz. Yerni suvi 2200 qancha ppm chiqdi? 2000 dan baland chiqdi. Shunday bo'lsa ham suv filtrimizni o'rnatib ishlatib berdik. Suv filtr hozirda 1 soatga 600 litr suv beryapti. 650 660 litr suv beryapti. Suv 23 beryapti. Davlenalari ham past, yaxshi ishlayapti. Yuqori bosim bo'lib ketgani yo'q, bosim ko'tarilib ketgani yo'q. Ko'p membranaga nagruska bermasdan shunday qo'yibmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, suv biznesiga, sammoyka uchun, parnik, ishlab chiqarish, korxona hammasiga suv filtrlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib, o'zingizga qanday ishonsangiz, bizga ham shunaqa ishonishingiz mumkin. Eng qiziq tomoni mana shu sammoykani egasi To'lqin aka, mana shu inson 2020-yilda oyoqlari tomdan yiqilib ketib, oyoqlari ishlamay qolgan ekan. Mana shu holatda yuradilar, mana shu holatda mana shu o'zlarini kuchlari bilan uyda ham tikish, ham skuter taxlayman deyaptilar, ham sammoykani qo'ydim, ana endi ham suv filtri qo'ydim deyaptilar. Vobshe bombada tan berish kerak mana shu shijoatlariga To'lqin aka. To'lqin aka. Gap yo'q akamga, mana qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana Dadaxon aka bosh rolda bosh ustamiz. Mana filtrni titib yig'ib hammasini chochib tashlaydigan inson shu kishi bo'ladilar. Hammalaringizni kutamiz, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin.